Alloh haq subhanahu va taolo o'zini roziligini ota-onani roziligiga bog'layapti. Ota-ona kim bo'lgan taqdirda ham bizni jussamizni dunyoga keltirgan u zotga birorta noxush, birorta nojo'ya harakat qilishlik mumkin emas. Alloh taolo eng bandalarini yaratishlikda mohir, chevar bo'lgan buyuk zotligini yana bir javobi, ularga uf deb qo'ymang. Ularni ko'ngli ranjib qoladi. Bolamga malol kelyaptimikin meni boqishlik, meni xizmatimni qilishlik, meni ba'zi bir mana bunday bir bemorligim malol kelyaptimikin, uni ko'ngliga tegyaptimikin degan ko'ngillarga ham kelib qoladi. Ularga zajr qilmang deyapti. Demak, bizning haqqimiz yo'q. Bu qat'iy Alloh taolo buyuryapti. Shunday qilsangiz yaxshiroq bo'lardi degan tavsiya emas, aniq qat'iy qilmagin degan ishda, demak, banda o'sha ishni qilishlik bilan oqpadar bo'ladi. Demak, ayniqsa bu yerda o'tirgan bizni o'zlarimizni tengdoshlarimizdan, kichikroqlarimizdan, ukalarimizdan bizni iltimosimizki, ota-onasi bor odam baxtli odam. Ota-onasi bor odam shavqli odam, ota-onasi bor odamni, demakki, uning suyanchig'i bor, uni tog'i bor, uni duo qilib turadigan zot bor. Biling, ularni hazillashib qilgan duosi ham qabul, yig'ilib turib qilgan duosi ham qabul. Eng o'zingizni o'ng qo'lingiz yordamchingiz ishingizda. O'ng qo'lingiz bor, yordamchingiz bor. Yoki sizning eng yaqin do'stingiz bor. Yoki siz bir xo'jayin alohida sizga bir telefon nomeri qilib qo'yganki, ommatan mana bu nomerni ishlatganing bilan mening uchun mana shu nomer hech qachon band bo'lmasin. Bitta tugmani bosganimda olgin deydi. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, haligi tugmani bossangiz tushmay ham qolishi mumkin. Zonadan tashqari deyishi mumkin. Lekin ota-onani duosida tushmay qoldi degan narsa bo'lmaydi. Batareyasi o'lib qopti, bilmay qolman zaryadkada qolib ketibdi degan narsa bo'lmaydi. Ota-ona qachon Alloh haq subhanahu va taologa farzandini haqqiga duo qildimi, qalbidan o'tqazdimi, u qo'l ko'tarish degan narsa yo'q. Qo'l ko'tarib duo qiladimi, qo'l ko'tarmasdan duo qiladimi? U ba'zilari so'zomon bo'ladi, so'z bilan, ba'zilari qalbini marvarati bilan farzandidan xursand bo'lib qoldimi? O'ylamang, otam meni uzoqdan uzoq palonchini o'rtog'imni ota-onasiga o'xshagan duo qilmayapti. Yo'q. Ota-ona mana bu qalbini erib qolishligini o'zi, sizni xizmatingizda chiroyli bo'layotganligini o'zi, sizni farovon hayotingiz o'zi kundan kunga obod bo'layotganligini o'zi o'sha ota-onamizni beminnat qilayotgan duolarini javobi, birodar. Lekin afsuski, hozirgi kunda biz boshqa millatlar haqida gaplashmaymiz. Ibodat qilmayotganlar haqida gaplashmaymiz. Ibodat qilayotgan odamlarning xonadonida ota-onasiga loqaydlik bo'layotgan xonadonlar juda ko'p. Ota-onasiga beparvo bo'lgan o'g'illardan bizni iltimosimiz bor. Qarchig'ay qo'lingda bo'lsa, bog'larni ol, tog'larni ol. Armug'on ostingda bo'lsa, bog'larni kes, tog'larni kes deylar. Bugun qarchig'ay qo'lingizda turibdimi? Imkoniyat bugun bormi? Otaning yonlariga bundoq solib turing. Ular so'raganda bermang uni. Hadiya qilib turing. Ularning ham o'zi xarajati bor, sizga aytmaydigan ham. Hamma narsani qilib qo'yinman. Sizga nimaga pul kerak yana? Gap qara. 42 razmirani kalla. O'zing qatdan bo'lgansan o'zing. O'zing qatdan dunyoga kelgan eding. Ota-onaga sapchishga haqqimiz yo'q. Ota-onaga oyoq kiyimini kiyib turib muomala qilgan farzandni beodob farzand deydi shariat. Hatto oyog'ingni yechib muomala qilgin. Podshohlarning huzurida oyoq kiyiming bilan turmaysan-ku, saroyidan kirib kerak bo'lsa sajda holatda borasan podshohning huzuriga. Sen podshohdan ham oliy zot bilan gaplashyapsan. Katta podshoh o'zini yoniga boshqa odamning duosini olgin demayapti. Va'budulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qilinglar, unga shirk keltirmanglar. Kimga yaxshilik qiling? Ota-onangga yaxshilik qil deyapti Alloh taolo. Payg'ambarga yaxshilik qil demayapti. Falonchi sahobaga yaxshilik qilgin demayapti. Falonchi avliyoga, Zangata buvaga borib, u yerga qurbonlik qilgin demayapti. Ota-onangga qilgin deyapti. Eng katta Shayx Zayniddin buva ota-ona.
eng katta bobo Mashrab buva ota-ona, eng ulug' Bahouddin Naqshbandiy ota-ona. Ota-onani duosini olgan farzand ikki dunyosi obod bo'ladi. Lekin ota-onaga beparvo bo'lib, bu yoqda hayhot qilib 100 kilolab osh berganimiz u hayhot qilib bu yoqda yetim yesirlarning boshini, lekin ota-onasidan norozi bo'lsa, unda foyda yo'q. Joy namozni tish yorganda ham hech qanday manfaat yo'q, agar ota-ona norozi bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun hushyor bo'laylik. Birinchi o'rinda bizni har kuni duolarni olishlikka hammamiz ustimizdagi Alloh buyurgan majburiyatimiz ota-onalarimizni albatta duo